Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Toyota Corolla mashinasi bo'ladi. Yaponskiy kачество to'g'risida gaplashamiz. Mashinamizning informatsiyasini aytib o'taman. Mashinamiz 2014-yil ishlab chiqarilgan, 236 ming kilometr bosib o'tgan. Motori zo'r, korobkasi avtomat korobka zo'r, hadovoy 85% zo'r, 15% mayda chudasi bor. Mashinamizning o't-butda kraskasi bor, suyagi but-butun. Narxini ham siraz aytaman. Narxi 12,5 ming AQSh dollari akalar. Bular internetda 14 ming, 15 ming dollar turadi. Mashinani bitta ko'ramiz. Nadejniy mashinalardan bittasi, juda ham chiroyli, qaranglar, turishini. Oldi farasi Honda Accordga o'xshaydi, lekin oldilarida takoy linzalari bor, juda ham chiroyli. Mashinamizda slonoviy ko'z, jemchuk rangda. Mashinamizning interyeri juda ham chiroyli, ya'ni svetli bejviy rangda. Orqa rakursini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lgan optika. Xo'p, o'zini shilliklari, ya'ni Toyota Corolla, orqasida video kamerasi bor. Holati yaxshi. Endi sizlar bilan mashinaning bitta interyerini ko'ramiz. Interyeri juda ham chiroyli. Aytib o'tganimdek, bejviy salon, kojinniy sideni, ustiga nakitga taqib qo'yilgan avtomat korobka, o'zini monitori, klimat kontrol zonasi, multifunksionalniy rul, cruise kontrol, stiklopodъемniklar, bakovlarni boshqaradigan rejimlar, takoy lегкий, oddiy, skromniy. Okalar, narxini eshitdinglar. Narxi 12,500 AQSh dollari. Toyota Corolla 2014-yil okalar. Bosib boradigan joyi.